Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni bosamiz turib arnaga kirib videoga like bosib unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Ultumushu Jalolov Ostonadagi boks kechi oldindan ma'lumdama jasadi. Og'ir salmoqdagi o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov Olimpiadadan keyin kasb boksga o'ralib qalay o'tib жатқанini aytib berdi. Olimpiadaning 2 turkin jengimpozi 5-savr Ostonada boks kechinde qatnashadi. 30 жастағы Bahodirning qarshisi ukrainalik Igor Shvedzuski bo'ladi. Qo'limdan kelganin barin jasab жатырмын. Ne bo'latin ring ko'rsatadi. Qarshilashimni nokautga tushirishga tirasaman. Bu mening ultim uchun bizning aymoqdagi eng kuchli jekpejek bo'ladi. 1-2 yildan keyin olim chempioni bo'laman. Titulni olishga dayimman. Vaqt ko'rsatadi. Reytingda jo'g'arilash o'ta ma'nizli. Jengishga yetib beru. Men titul jengib olib, o'nime super og'ir salmoqdagi eng mixti bokschilarning biri bo'lg'im keladi, dedi Jalolov. WBO nokaut bilan jengilgan Ahmedovga qat'iy kutmagan sheshim chiqardi. Buklarimlik boks kenesi WBO barliq salmoqdagi reytingda janartdi. Ondagi o'zgarishlar qozog'istonlik bokschilarga qat'iy bo'ldi deb xabarlaydi. Bir qizig'i, ikkinchi o'rta salmoqdagi qozog'istonlik bokschi Ali Ahmedov 14-o'rindan 1 sat jo'g'arilab, reytingda 13-chi bo'ldi. Esga salaylik, bu uyumning o'rta salmoqdagi chempioni Janibek Alimxonova. Biroq Ahmedov keyingi ayqasini nokaut bilan jengilgan bo'latin. 28-aqbon Ostonada o'tgan boks kechinde Ali polshalik Matsey Suleyskiy yutqazib 4 ret nokautga tushgan. Osdan keyin to'rshi 10-raundda jekpejekni to'xtatib, Ahmedov texnikalik nokaut bilan jengildi. Al polshalik bokschi o'si jengiz orqasidan 2-o'rta divizionda WBA Silver titulini egalladi. Ahmedov bo'lsa karyerasida 2-ret jengildi. Sizlarmen sport жаңалықтары arnaga kirib videoga like bosishni unutmangizlar.